Erkaklardagi qorin potensialni tushiradimi? Turmush o'rtog'ingizdagi qorin faqatgina oyoq kiyimlarni kiyishga xalaqit qiladi deb o'ylasangiz, adashasiz. Erkaklardagi qorin arterial davleniya paydo bo'lishiga, qandli diabet paydo bo'lishiga, infarkt, insult paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari eng yomoni jinsiy xohishni kamayishiga, ya'ni testosteronni pasayishiga, insonni pastki qismiga qon aylanishini pasayishiga, ya'ni ereksiyani pasayishiga hamda xohishni pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu esa sizni befarq qoldirmasa kerak. Agarda sizni ham turmush o'rtog'ingizda katta, qattiq qorin bo'lsa, demak bu visceral yog' bilan davolanish kerak. Buni davosi bor. Gormonlarni normaga keltirish va qorinni yo'qotish kerak. Har doim ham katta qorin bu avtoritet, boylik belgisi yoki salovat bo'lib qolavermaydi. Agar sizni turmush o'rtog'ingizda ham katta qorin bo'lsa, buni davolash kerak. Siz nima deb o'ylaysiz? Katta qorin yana nimalarga xalaqit qiladi?